Assalomu alaykum aziz do'stlar. Mana kafelarimiz tugadi. Mana shu yerda kecha ikkita kafe boshqacha sizdan tushib qolibdi. Ko'ryaptimi? Mana bu sveti boshqacharoq, mana buniki boshqacharoq. Keyingisini sal boshqacharoq. Mana. Lekin bundan meni aybim yo'q. Qarobga shunday chiqaman. Mana shu yerda turgan men olib bosib ketaverganman. Buncha deb bo'lmas. Qanday cho'tkimi? Mana shu yergacha bosilgan kecha kech bo'ldi. Endi bugun faqat mana shu chekkalarini, kusoqlarini aylantirib bosib chiqamiz. Короче, mana javodan olish kerak bo'lib qoldi. Buni Qanday? Как? Перепутали вчера. Другой плитка укладывал. Но все равно это не мое вина. Я здесь стоял, я положил, и все. Ba'zida birinchisi tozalab oldim, olib turib. Qanday tozalab olish osonmi deganlar uchun? Ha, oson. Ko'rish olasizmi? Hozir ko'rsataman. Unga 10 minut, unga 10 minut. Mana bu yo'llar chiqish kerak endi. Mana bu yerlar. Mana bu yerlarni kecha o'qiganlarni taglarni kirish kerak, devor taglarini kirish kerak bo'ldi mana. Ashalarni bo'ldi kirib chiqish. Bo'lmasa kafega qilib qo'yasiz. Ha. Sen ham qo'lni kirib keyin bosadi. Mana bizda ham yo'q chistlik bo'ldi. Tozalab oldim, kirib qo'yib, cho'tki bo'ldi.